Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Texnika bo'yicha so'ramoqchi edik. Podzakaz texnika olmoqchi. Qanaqa narx bo'ladi? Arzonroq bo'ladimi? Nalichiyada ko'rganda narx-navolarni qachon olib kelasiz? Srok postavkasi qancha, necha kun bo'ladi? Ma'lumot bersangiz. Hurmatli spes texnika ishqibozlari, hozir oxirgi videomizni ko'rgan bo'lsalaringiz, orada ancha uzilish bo'ldi, keyin bitta video chiqardik. Ozgina ma'lumot o'tib berib ketgandik. Biz shunchaki video chiqarmaymiz. Bizda eng birinchi ma'lumot, bizni videolarimizni diqqat bilan kuzatib borsalaring, sizlarga juda manfaatli bo'ladi. Sababi o'sha kuzatib borgan videolaringiz orqasidan ham 2000, 3000, 5000, 10000 dollar ekonom qilsalaringiz bo'ladi. Qanday? Misol, siz bitta pogrushik olmoqchisiz, frontalniy pogrushik. Frontalniy pogrushikni hamma biladi. Eng arzoni 370 million, eng qimmat 420 million. Bu degani eng arzon 30 ming. 30 ming 1.8 aytamiz. Ha, 1.8 pogrushik 30 ming. 30 minglik pogrushikni 25 mingga olib kelib beramiz. Bu juda ham klient uchun manfaatli bo'ladi. Misol, men o'zim zakaz qilgan taqdirimda ham menga misol pogrushik kerak bo'lsa, 25 mingga bir oy kutaman lutshi. Zato menga 5 ming arzoniga keladi. U pogrushik 5 ming ishlamaydi bir oyda. U sirazi olgan taqdirimda ham. Ana qiladi deydi-ku, сэкономия значит заработал. O'shanga kimga qiziq bo'lsa, mana shu misol hozir bizda 1.5lar ham bor-da. 22 ga olayotganingiz o'shandan ham даже 20 mingga podzakaz qilib olib kelib beramiz. Har xil variantlari bor. Keyin bitana meshalkaligi ham bor. Ham pogrushik bo'ladi, ham bitana meshalka bo'ladi. Pogrushik kovushini o'zi bistro siyomi bor. Shunday kovushni yechasiz, misol tosh ortyapsizmi, tuproq ortyapsiz, qum ortyapsiz, yechyapsiz-da kovushni, bitana meshalkani shunday ulayapsiz-da, uni siyomli shlankalari bo'ladi. Shunday ulayapsiz-da, tagida lyuklari bilan bo'ladi. Borib misol zakaz chiqdimi, borib beton quyib kelyapsiz. Beton quyib keldingizmi, uje nima tosh ortish kerakmi? Shlankalarni yechyapsiz-da, nimani meshalkani tashlayapsiz-da, kovushni taqib nima qilib ketyapsiz. Bu polistni yechib qo'yib o'tirmay, bistro siyomi bilan komplekt, konditsioner, joystik, hamma narsasi bor, zadniy kamerasigacha. Keyin hamma biladi, 30% pul bilan ham, 100 million pul bilan ham pogrushiklar olib ketyapti. Hozir u bitana meshalkasi bilan zakaz qilsam qancha bo'ladi desangiz, где-то o'sha 1.5 kubalik pogrushigimiz 25,5-26 ming taxminan nima bo'lyapti olib kelib berishimiz. Ham kovushi, ham alohida nimasi, meshalkasi, ham siyomnigi yechib qo'yadigan. Yana nima? Yana ekskavatorlarimizga qaytsak, ekskavatorlarimiz haqida juda katta ma'lumotlarimiz bor sizga. Hozir kim ekskavator podzakaz olib keltirsa, komplektida nima bo'ladi? 3 ta kovush, bitta adapter, bistro siyom, keyin bitta gidromolot. Hamma narsa mana shu ichiga kiradi. Keyin misol biz 75 talik ekskavator olib kelsak, uni vesi 7,5 tonna bo'ladi. Mana bir xil nimalar avval o'zimiz ham sotganmiz, 85 talik bo'lsa 8,5 tonna bo'lishi kerak-da, hatto ham 8 tonna bo'lishi kerak. O 6,5, 600, maksimum 7 tonna bo'lar edi. Bizda hozir 75 taligimizda o'zi 7,5 tonna. Bu o'zini nimasiga kerakli, misol 75 talikmi 7,5 tonna bo'lishi kerak-da, соответствовать qiladi. Original nima kerakli vazni bor, o'sha nimani qancha vazni og'ir bo'lsa, shuncha yuk ko'tarish nimasi ham og'ir bo'ladi, og'irroq yuk ko'taradi. Kovushlari 0.3 bo'ladi, 48 kilovatlik. O'sha komplektida aytib o'tgan hamma narsa bo'ladi. Apparat motor, injektor emas. Zapchaslariga keladigan bo'lsak, biz qanaqa texnika sotishimizdan qat'iy nazar, hamma zapchaslari shu yerda bor. Kontaktlarini beramiz. Hamma zapchaslar dostavka bilan ketadi, viloyatlarga kelishingiz shart emas. Keyin enshomi deysizlar, nasosi yo'q. Gidronasosi ensho emas. Nima katta ekskavatorlarimizda
150 talik ekskavatorlarimiz bor. U ham podzakazga keladi. Motor Cummins. Hozir 150 talik ekskavatorlar o'zlaring bilasizlar. Даже Xitoy ekskavatorlari ham mana STLG bor, Sany bor, yana boshqalari 110 mingdan 120-130 minggacha turibdi-da narxlari. O'shani biz 70 ming bilan olib kelib beramiz. Общий tan narxi qancha bo'ladi desangiz, shu 70 ming atrofida bo'ladi. Общий tan narxi. Ekskavator o'zi, ha? Ekskavatorda o'zi komplekti bilan. Endi 70 ming ustiga kelgandan keyin 1-2 so'm qo'shiladi yana baribir, lekin ko'p qimmatga tushmaydi. Komplektida o'sha unda ham gidromolot, 3 ta kovush adapteri bo'ladi. Keyin korobka avtomat, faqat 75 talikda mexanika, qolgan hamma 85, 135, 150 talikda avtomat hammasida. Lapalari bor hammasini. Faqat 75 talikda yo'q, qolganlarida bor. Mana ikkita kattasida 135 taligi 13,5 tonnalik, 150 taligi 14 tonnalik ekskavator. Misol bu video hozir manfaatli bo'ladi. Именно kimda drobilkasi bo'lsa, karyeri bo'lsa, g'isht zavodlari bo'lsa, o'shani katta yoki dom qurayotgan bo'lsa, katta qurilishi bo'lgan, katta obyektlari bo'lgan, tosh ishlab, shibyonka ishlab chiqaradigan, qum ortadigan, tuproq ortadigan mana shu karyerlarga juda manfaatli bo'ladi. Sababi 150 talik, 135 taliklar karyerda ishlaydi. 135 taligimiz yuchay motor, 92 kilovatlik motor, 6 nimalik, 6 porshonlik apparat motor, juda baquvvat ishlangan, 13,5 tonna vesi, yuchay motor, 150 taligimiz Cummins motor. Cumminsni hamma biladi, uni maqtamasa ham bo'ladi. Uni vesi 14 tonna chiqadi. Unda ham hamma narsasi bor. Shu konditsionerigacha hamma narsasi bor. Ichida hamma narsa deganimda nima-nimalar bor. Apparat, motor, avtomat korobka, funksiyalari juda ko'p. Podzakaz qanday olib kelasizlar desalaringiz, misol podzakaz где-то bir 70% pulni to'laysiz, eng kamida bo'lmasa 100% pulni to'laysiz. Chunki bekordan bekor arzon bo'lmaydi. Sizlarning pullaringizga kelgani hisobiga arzon bo'ladi. Har ikkita klientimiz zakaz bergan paytda, misol bitta klientimiz kelib zakaz bersa, ikkinchi klientimizni ham kutib turamiz mashina to'lishi uchun. Ikkita klient zakaz bersa, bitta furaga ortamizda olib kelib beramiz. Shu qanchada olib kelasiz desangiz, 30 kunda yetib keladi. 30 kunda kelgandan sirasi rastamoshka qilib qo'lingizga topshiramiz. Bu birinchi nimasida qanday tushuntirsam ekan. Bitta odam zakaz bersa, ikkinchi klientni kutamiz. Ikkinchi klient ham zakaz bergandan keyin mashina to'la, keyin olib kelib beramiz. Shu har ikkita klientni yukini bitta qilib olib kelamiz. Самое главное, finansiy tarafdan hisoblab ko'ringlar, sizlarga ancha выгодный bo'ladi. Chunki hech qayerda 70 mingga ekskavator sotmaydi. 135 taligini ham sotmaydi, даже 70 mingga. Mana hamma ekskavator brendlarini shoshmasdan aylanib ko'rib solishtirib chiqaveringlar bemalol. Keyin shu agar sizlarni qiziqtirgan ma'lumotlar bo'lsa, texnikani tan narxi necha pul deb qiziqsalaring, telefon qilinglar, nomerlar qoldiramiz. Undan tashqari telegramlarimiz bor. Adres Sergeli, Toshkent shahar Sergeli tumani, ko'cha Yangi Sergeli ko'chasi 27-dom. Mana pastimizda birinchi etajda korzinka qurilyapti. Mana shu o'zgarish mostidan kelganlaringizda o'ng tarafda mashina bozoriga yetmasdan korzinka qurilyapti. Ana shu yerda o'tiramiz, ikkinchi etajda o'zi nima kesalaringiz korzinkani tepasida. Любой savollar bo'lsa, qiziqtirgan boshqa mavzular bo'yicha, misol boshqa texnikalar, podzakaz nalichida kerakmi, любой savol bo'lsa, tortinmay aytaveringlar. Keyin videoni shunchaki ko'rib o'tib ketmanglar. Sababi bu o'zim uchun so'ramayman. Sizlarga o'xshagan juda chetda yurgan ko'pda, mana shu Rossiyalarda necha millionlab aholi yuribdi. Ichida juda ko'p shofyorlar bor. Texnika olaman, minaman deb yurganlar juda ko'p. O'shalar ham videoni ko'rishi uchun qancha like bossalaring, podpiska bossalaring, video shuncha tez tarqaladi. Shunchaki ko'rib o'tish ketadigan video qo'yilmagan, chunki har bitta videoda birinchi o'rinda klientning manfaatiga ishlaydigan video bo'lgan.
mana solishtirib ko'ringlar. Yo'q,